oqlar g'olib keladilar. Ammo ba'zi hollarda qoralar g'olib kelishadi. Lekin g'oliblar doim o'ziga ishongan va o'zini hurmat qilganlardir. Kamina-yu kamtarinning treningiga tashrif buyurganingizning o'zi o'zingizga bo'lgan hurmatingiz. Assalomu alaykum. Kamina-yu kamtarin ruhshunos, motivator Mahmudchi o'zimning naq 9 oyu 23 yillik tajribamdan kelib chiqib shuni ma'lum qilamanki, hayotda o'z yo'lingizni topa olmayapsizmi? Demak, siz Yandex navigatordan foydalanishingiz kerak. Mening treningimga faqatgina baxtlilar tashrif buyuradi, azizlar. Keling, ishonch uchun so'rovnoma o'tkazamiz. Mana shu auditoriyada turmush qurganlar bormi? Bor. Faqat baxtlilar bor, azizlar. Ishonmayotganlar uchun yana so'rovnoma. Mana shu auditoriyada ajrashganlar bormi? Bor. Bormi? Yo'q. Yo'q. Hazillashmanglar, azizlar. To'g'risini aytinglar. Mening treningimga baxtsizlar tashrif buyurmaydi. Doim baxtlilar tashrif buyuradi, azizlar. Sezib turibman. Telepatiyam orqali sezib turibman. Qaysidir biringiz ishonmayapsiz. Yana tasodifiy so'rovnoma o'tkazamiz. Xo'sh. Mana shu auditoriyaga ishib tashrif buyurganlar bormi? Yo'q. 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 Mening treningimga faqatgina baxtlilar tashrif. Men, janob. Qani janob oliylari davramiz markaziga tashrif buyuring. Janob oliylarga qarsaklaringiz. Qarsaklaringiz. Keling janob, keling. Shaxdan qadamlar bilan keling. Akamillo, qanday bo'larkan ozgina xijolat tortyapman-da. Siz hech ham xijolat bo'lmang, doim o'zingizga ishonib yashang. Bu to'siqlarni yengib o'ting, janob, o'tiring. O'tiring. Azizlar, biz hozir sizlar bilan birgalikda mana shu janob oliylarning baxtsizligi sababini aniqlaymiz. Xo'sh, janob, sizga savol. Nega ichdingiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Siz aytmaysiz. Men o'zim topaman. Aniqlayapman. Tamam. Bu oddiy telepatiya, azizlar. 3 soniya va men aniqladim. Janob oliylari sevgidan kuyganlar. Sizning sevgan qizingiz tashlab ketgan va shuning uchun alamingizdan ichgansiz. Janob, sevgan qizingiz bir bor sevishib tashlab ketdimi? Demak, siz bir marta ishlatiladigan matoh kabisiz. Hech ham o'zingizni bu darajada yerga urmang, janob. Qaddingizni uring. Kerak bo'lsa o'sha qizlarning o'zi sizni sevib qolishsin. Yo'q. Topolmadingiz, janob. Men uylanganman. Axir sevgi mavzusi deb aytdim-ku. Siz demak xotiningiz bilan janjallashib qolgansiz, balkim urgandursiz, keyin arazlab u ketib qolgan, siz alamingizdan ichgansiz. To'g'rimi? Yo'q. Yana topolmadingiz. Do'stdan kuydingizmi? Yo'q. Pulingiz qolmadimi? Hey, taqsir. Menga bunday safsatalaringizni aytgandan ko'ra bir marta nimaga ichdingiz so'rang. So'rang, janob. Janoblar, shunaqasi ham bo'lib turadi. Demak, yana so'rovnomani boshlaymiz. Janob oliylari, nega ichdingiz? So'ramang. Avvaliga o'zim uylandim. Xo'sh, Keyin otamni uylantirdim. tamom. Men boya aytganimdek mening auditoriyamga faqat baxtlilar tashrif buyurgan. Bu janob qo'shaloq to'yini, baxtli kunini yuvgan. Men o'zimga ishonch bilan aytamanki, faqat baxtlilar tashrif buyuradi. Yo'q, yo'q, yo'q. Yana topolmadingiz. Men, janob, bilasizmi nima qildim? Xo'sh, nima qildingiz? Men o'zimdan 15 yosh katta ayolni sevib qoldim. O'zimdan 15 yosh katta ayolni sevib qoldim. 15 yosh? Ha. Bu haqiqatan o'ylantiradigan masala. Demak, siz mana shu tanlovingizdan afsuslanasiz. Shuning uchun ichgansiz. Sevgini noto'g'ri tanlaganingizdan ichgansiz, to'g'rimi? Yo'q. Nima u? Ajinamidi? Allasmidi? Uning uchun ichsam.
u shunday hurliqo, shunday pazanda ayolki, unga uylanmasdan iloj yo'q. Kichkinagina to'y qilib, shartta uylanib Xo'sh, tinglaymiz janoblar, davom etamiz. Hamma voqea ana o'shandan keyin boshlanib ketdi. Xo'sh. Bu ayolni yerdan qaytgan 19 yashar qizi bor edi. Mana masala qayerda? Mana jumboqning kaliti. Siz o'sha 19 yashar qizni ko'rgansiz va sevib qolgansiz. Tanlovda adashganligingiz uchun alamingizdan ichib yuborgansiz. Masala hal bo'ldi. Yo'q. Otam ana shu qizni sevib qolsa bo'ladimi, janob? Otangiz? Ha, otam. Otam men uchun kimligini bilasizmi? Bu otaning so'zi men uchun nimaligini bilasizmi? Albatta, ota bu padar uzrukor. Otaning so'zi qonundir. Xuddi shunday. Otamning so'zi men uchun buyruq. Shunday ekan, bu qizni otamga olib bermasdan boshqa ilojim qolmadi. Shunday qildim. Shuning uchun ichdingizmi? Nega bunga ichaman? Endi o'zingiz o'ylang. Men otamga kim bo'ldim? O'g'il bo'lasizda albatta. Yashang janob. Bunaqasiga olganda o'g'il, lekin bunaqasiga olganda men o'z otamga qaynota bo'lib qoldim. Qanaqasiga o'z otangizga qaynota bo'lasiz, janob? Otam mening qizimni olgandan keyin men otamga qaynota bo'lamanmi? Yashang. Endi otam menga kim bo'ldi? Ota bo'ladi-da, to'g'rimi janoblar va xonim? Bunaqasiga olganda ota, lekin bunaqasiga olganda mening kuyovim bo'lib qolyapti. Bo'lish mumkin emas, janob. Qo'ysangizchi. Chidab bo'lmaydigan tomonini aytaymi? O'z kuyoving seni so'kib tursa, yomon alam qilar janob. Janob, siz ruhingizni cho'ktirmang. Endi kuyov otangiz bo'lganidan keyin so'kadi-da. Siz meni tushunmayapsiz, akamni tushunmayapsiz. Haqiqatan tushunmadim. Janob, mana shu oq va qoralar asnosida menga tushuntirib bering. Qarang, mana bu mening otam. Otangiz? Mana bu men. Siz? Mana bu mening xotinim. Bu sizning xotiningiz. Xo'sh. Mana bu xotinimning qizi, ya'ni otamning xotini. Otam mening o'gay qizimni oldimi? Oldi. Endi mening xotinim otamga kim bo'ldi? Kelin bo'ladi-da, boshqa kim bo'ladi? To'g'ri, bunaqasiga olganda kelin, lekin bunaqasiga olganda qaynona bo'lib qolyapti. Eng chidab bo'lmaydigan tomonini aytaymi, janob? Xo'sh, men o'zimning buvimga o'zim er bo'lib qolyapman. Endi bu bo'lish mumkin emas, janob. Bo'lishi mumkin. Er bo'lish Bo'lishi mumkin. Qarang, men sizga tushuntiraman. Otam mening o'gay qizimni oldimi? Oldi. Men otamning o'g'limanmi? O'g'li. Boshqa tomondan olganda otamning qaynonasi menga kim bo'ladi? Bu bo'ladi. Ana, ko'rdingizmi? Bu ham hali hammasi emas. Men o'zimga o'zim doda bo'lib qolyapman. Yo'q, xonimlar va janoblar, e'tibor bermaymiz. Janobi oliylari sal ko'paytirib yuborganlar. Siz adashyapsiz, janob. Odam o'ziga o'zi bo'lmaydi. Qarang, otam mening o'gay qizimni oldimi? Oldi. Endi otamning qaynonasi menga kim bo'ladi? Buvimi? Buvi bo'ladi. Men unga nevara bo'lamanmi? Nevara bo'lasiz. O'sha buvining eri kim? Siz? Ana, ko'rdingizmi? Bu ham hali hammasi emas, janob. Yana bir narsani aytay sizga. Yana nima? Mening otam, ya'ni kuyovim qarigan chog'ida uyaltirib qo'ysa kerak deb o'ylasam, otamning xotini, ya'ni mening o'gay qizim, oradan 9 oy o'tmasdan top etib, qo'chqordek o'g'il tug'ib bersa bo'ladimi? Hamma voqea ana o'shandan keyin boshlandi. Endi men ham ukali, ham nabirali bo'lib qoldim. Buni sizga nima deysiz? Janob.
Mana bu kim? Bu mening otam. Otangiz. Otam. Bu kim? Bu men. Siz. Men. Bu mening xotinim. Xotiningiz Bu bu. otamning xotini, ya'ni mening o'gay qizim. Xo'p. Qarang, Demak, men o'zimdan o'gay xotinday ozib qolganim demak, men yerda qaytgan yoshar. Otam shunday men o'zimga o'zim oda bo'lib qoldim. Hey! Hey! Shoshmang! Mana bu kim? Bu mening ukam. Bunaqasiga olganda, bu mening nabiram. Mening qizimning o'g'liniga nabira bo'ladimi? Demak, men o'zimning dadamga dada bo'lib qolyapman. Tushunyapsizmi? Men akam qarang. Men sizga yaxshilab tushuntiraman. Mana bu mening otam, mana bu men, mana bu mening xotinim, mana bu otamning xotini, mana bu mening ukam ham nabiram. Tushunyapsizmi? Hey, ukajon. Jon uka. Jonim uka. Bo'ldi qiling, iltimos. Meni miyam achib ketyapti. Tushunmayapman. Ana. Endi meni akam ham paydo bo'ldi. Siz meni ukam deyapsizmi? Demak menga aka bo'lasiz. Endi siz mening oila a'zolarimdan birisiz. Endi siz juda ham yaxshi tushunasiz. Qarang. Mana bu siz. Mana bu sizning keliningiz ham buvingiz bo'ladi. Mana bu men sizning ukangiz. Mana bu sizning otangiz. Mana bu sizga ham jiyan, ham ona bo'ladi. Tushunasizmi? Mana bu ham sizga uka bo'ladi. Ey xonimlar va janoblar. Biz Qarang, akam sizga tushuntiraman. Mana bu mening xotinim. Nega treningiz o'z qarangsiga. Mana bu men, mana bu mening xotinim, mana bu otam, mana bu otamning xotini, mana bu siz. Ya'ni mening akam. Janob, iltimos. Iltimos, bo'ldi qiling. Siz baribir tushunmayapsiz. Turing, sizga o'zim tushuntiraman. Qarang, mana bu men, mana bu mening